Ha, charchab ketdim. Men baliq ovlashda qiziq deb o'ylasam, bu juda ham zerikarli ish ekan. Ha, mayli. Salom do'stlar. Bu men, Hasan. Ha, nima deyotgandim? Xullas, baliq ovlash men uchun emas ekan. Bu juda zerikarli ishdek tuyulyapti menga. Bu yerga kelasanda qarmoqni tashlaysan, ovlaysan, boshqa hech narsa qilmaysan. Juda ham zerikarli. Shuning uchun men uyga ketishga qaror qildim. U yerda hech bo'lmasa qiziqarli ishlar ko'proq bo'lardi. Ketdik. To'xtang. To'xtang. Nima? Men adashib qoldim shekilli. Uyga qayerdan qaytardi? Do'stlar, men hazillashmayapman. Rostdan yo'lni eslay olmayapman. Biz adashib qoldik shekilli. Xo'sh, endi nima qilamiz? Balki mana bu tarafdadir yoki bumi? Aniq esimda yo'q. Xo'sh, mana shu tarafga suzaveraylikchi. Voy, havo ham isib ketdi. Ozgina suv ichib olay. Juda ham mazza. Endi menimcha adashmasam shu tarafda edi, yana bilmadim. Hozir ko'ramiz. Do'stlar, agar biz xato ketayotgan bo'lsak, men hattoki uyga qanday qaytishni ham bilmayman. Xudo xohlasa uyga albatta eson-omon yetib olamiz. To'g'rimi do'stlar? Nima u? Sariq orolmi? Oltindanmi u nima? Siz ham buni ko'ryapsizmi do'stlar yoki bu sarobmi? Ko'zimga ko'rinyapti. Lucky bloklar bo'lishi mumkin emas. Lucky bloklardan orolmi? Bunaqasi faqat ertaklarda bo'lsa kerak do'stlar. Menimcha boyagi suvni bekor ichdim. Bunisi ortiqcha edi-yo. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas axir. Lekin bu Minecraft. Minecraftda hamma narsa bo'lishi mumkin. Nima? U yerda hali odamlar ham bormi? Qiziq. Ular dushmanmi yoki yo'q? Har ehtimolga qarshi qilichni olib olaman. Yaqinlashamiz. Xo'sh. Ko'rinishlardan unchalik yaxshi odamlarga o'xshashmayapti-yu, lekin kim biladi yana? Qayiqdan tushaychi. Voy, suvga tushib ketdim. Ana yugurib kelyapti. Do'stlar, u hujum qilyapti shekilli. Yana bitta. Ha, bo'ldi, bittasi ketdi. Bunisini ham solamiz. Xo'sh, yana bittasi kelyapti. Ha, kel. Qo'rqasanmi? Ha? Sanga. Mana. Do'stlar, lekin juda ham kuchli ekan. Bir zarbada shuncha jonimni oldi. Ha, mayli. Bu orolda o'zi nimalar bor? Bu qanaqa orol? Lucky bloklar bu yerga o'zi qayerdan kelgan? Qayig'imni olib olaman. Bu orolni hozir o'rganamiz. Men umid qilamanki, butun boshli sivilizatsiyani yo'q qilib yubormadim. Yaxshi ham o'zi bilan non olib olibman. Naqadar mazali bo'lmasa-ya. Do'stlar, bu orol juda ham katta ekan. Bu Lucky bloklarni hammasini sindirsa nima bo'ladi? Bu daraxtmi? Oltindanmi nima? Ha, rostdan ham oltindan. Bu daraxtni ko'chatlarini olsam zo'r ish bo'lardi. Bu Lucky bloklarni ham sindirib ko'rish kerak menimcha do'stlar. Nima deysiz? Sindiraymi yoki yo'qmi? Bir tarafdan o'ylasa bu Lucky bloklar meni boy qilib yuborishi yoki bir soniyada o'ldirishi mumkin do'stlar. Siz sindirarmidingiz yoki yo'q? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Yomg'ir hozir umuman kerak emasdingda. Bu Lucky bloklarni sindirishimni osmon ham xohlamayapti shekilli. Nima bo'lsa bo'ldi. Men tavakkal qilaman. 1, 2, 3. Nima? Menimcha omadim keldi shekilli yoki yo'qmi? Bu yerda qarmoq ham bor. Menikidan ham yaxshi. Endi shu bilan baliq ovlayman, lekin ovlashni xohlamayman. Ha, mayli. Menimcha bu Lucky bloklar omadli bo'lsa kerak. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Moma qaldiroq, yana chaqmoq ham bo'lyapti. Bu yomg'ir tugashini xohlayman. Abrakadabra yo'q bo'l. Ana yo'q bo'larkan shunaqasi ham. Yana bir ikkita sindirib ko'ring kelyapti. Sandiq. Hech narsa ustimga tushmaydimi? Hammasi joyidami? Do'stlar, bu omadli shekilli hammasi. Agar hozir bu sandiq portlab ketmasa albatta. Ochib ko'raylikchi. Qani? Hech narsa portlamayaptimi? Hammasi joyida, ha? Olmalarni olaman. Balki daraxt ham kerak bo'lib qolar. Daraxtni ham olaman yaxshisi. Do'stlar, men o'zim to'xtata olmasam kerak. Yana bir ikkitasini sindirib ko'ray. Nima? Nima bor? Olmosmi uchidagisi? Nahotki olmos. Yaxshi ham boshimga tushmadi. Do'stlar, bu rostdan omadim kelyapti juda ham. O'zim bilan blog olganim yaxshi bo'libdi. Hozir olmosni olaman. Ehtiyotkorlik bilan olovni o'chiramiz albatta. Ushladim. Ha, olmos menda. Endi pastga tushib Lucky bloklarni sindirishni davom etamiz. Men buni ataylab qolmadim. Qandaydir damlamami? Xo'sh, bu qanchalik kuchli damlama? Shuncha sehrlar.
Buni ichsam xalqqa aylanib qolsam kerak-a. Xo'sh. Qani, balki ichib ko'rarman-a? Mayli. Nima bo'lsa bo'ldi, ichaman. Bir. Ta'mi juda mazza, juda o'tkir ta'mi ekan. Qarang, jonlarimning qanchalik ko'payganini. Tepadagi sehrlarni qarang. Men endi rostakamga xalqqa aylandim. Bular yana juda ham uzoq vaqtga ekan. Yana bir nechta lucky bloklarni sindirsam yetadi shekilli. Xo'sh, mana bunisini portlab ketamanmi hozir? Men dinamitni ko'rib hozir portlab ketsam kerak deb o'ylay boshlagandim. Lekin yo'q, portlamadim. Buncha effektlar bilan o'lishni o'zi bo'lmasa kerak. Dinamitlarni lekin olib olaman. Xo'sh, yana bu oltin bloklarni ham olamiz. Nega endi olmaymiz? Balki kerak bo'lar. Bu lucky blokdan nima chiqar ekan? Salyutlar. Bu juda chiroyli edi. Yana birgala zumrad va olmoslar, do'stlar. Men aytayapman-ku, bu yerda boy bo'lib ketish mumkin. Hattoki bosh kiyim ham bor ekan, olmosli kirqami? Men bu yerda juda ham kuchli bo'lib ketyapman, do'stlar. Bu menga juda ham yoqyapti. Menimcha men bu orolni butunlay sindirib tashlasham kerak bu ketishda. Qani, kirqani tezligini tekshirib ko'ramiz. Yomon narsalar tushmayapti men sizga aytsam. Yana qanaqadir kiyimlar. Xo'sh, tuxumlarmi? Lekin tuxumlarni men nima ham qilardim? Bular menga kerak emas. Qanaqadir ajoyib tuxumlar ekan. Xo'sh, olmalarni olib olsa bo'ladi lekin. Nimani tashlasam, bu kerak emas. Buni kiyib olaman. Bunaqasi bor. Yana boshqachasi ham bor edi. Mana bittasini yeb olsam, undan ham kuchli bo'lib ketsam kerak. Endi yuraklarimni qaranglar, 3-qator hattoki. Bu bilan endi hattoki boyagi maxluqlar ham meni 1 soatda o'ldira olmasa kerak. Bu orolni yaxshilab aylanib ko'rish kerak. Balki bu yerda yana biron xil qiziq narsalar bordir. Nima deysiz, do'stlar? Xo'sh, bu tarafida bo'lmadim. Yana uyga qanday qaytishni ham nima, u yerda oltin bloklar bormidi? G'alati. Bu nima bu? Qandaydir nima, eshikmi? Bo'lishi mumkin emas. Ichkarida qandaydir xona bor, do'stlar. Biz yo'qqa albatta kirishimiz kerak. Do'stlar, balki biz bu orolni kim qurganiga javob ham toparmiz. Nima deysiz? Xo'sh, eshikni ochaymi yoki sindiraymi? Tavakkal qilib ochib ko'raman. 1, 2, 3. Hech narsa portlamadi. Endi ichkariga kirib ko'ramiz. Buni qaranglar, do'stlar. Qanchalik ajoyib. Bu yerda bunaqa narsalarni men oldin hech qachon ko'rmagan edim. Qandaydir soat, yana chiroqlar, verstak ham juda g'alati. Bunaqasini men oldin hech qachon ko'rmagandim. Meni hozir nimadir urdimi? Yoki menga shunday tuyuldimi, do'stlar? Bu orolda g'alati ishlar yanada ko'payib bormoqda. Meni hozir nimadir urdi. Sizlar sezdingiz degan umiddaman. Kim sezgan bo'lsa izohlarda yozib qoldirsin. Axir bitta menga shunday tuyulmadi-ku. Bu verstakda yana nimalar yasash mumkin ekan? Yoki oddiy verstakmi bu? Mana bu soatda aytmaysizmi? U oltindan shekilli. Bu yerdagi hamma narsa oltindan shekilli. Bu yerda kim yashagan bo'lsa ham juda boy bo'lgan shekilli. Yana qandaydir sandiq. Balki sandiqni ochib ko'rarmiz, a? Buni qarang, do'stlar. Bu yerda qanchalik zo'r narsalar bor. Do'stlar, menimcha bu yerda haqiqiy xazina bor. Haqiqiy xazina. Buni boyagilar qo'riqlagan shekilli. Qarang, bir-biridan ham ajoyib narsalar borligini, hattoki lucky bloklar ham bor. Qurollar. Bularni hammasini olaman. Lucky kamon bilmadim. Unchalik otib ko'rgim kelmayapti. Menimcha ham yer buzilib ketsa kerak. Qandaydir bomba bo'lishi mumkin emas. Bu qanday bomba bo'lishi mumkin, do'stlar? Qaytarib ola olmayapman. Videoni oxirigacha ko'ring. Video oxirida men bu bombani albatta portlatib yuboraman. Lucky bloklar -80, 0. Bular nima degani o'zi? Kim bilsa, albatta menga ayting. Men bularga tushunmayapman. Lekin bu yerda ajoyib qurollar bor ekan. Hozir hammasini tekshirib ko'ramiz, do'stlar. Albatta hammasini. Do'stlar, bularni hammasini bu yerga o'zi kim qo'ygan ekan-a? Oltin to'pponcha. Lucky kamonni ishlatmasam kerak. Uni yaxshisi qo'yib qo'yaman. Xo'sh, menimcha shular yetadi. Hozircha shularni tekshirib ko'ramiz. Bularni qarang, qanchalik chiroyliligini. Qani otib ko'raylik. Bu dona-dona o'tar ekan, lekin juda kuchli bo'lsa kerak.
Tovushlarni yoqaylikchi, menimcha shunchasi yetadi. Vop. Bu tovushni qarang do'stlar. Qanchalik zo'r tovushlar. Vo, bundaysiga yaqinlashtirib otsa ham bo'lar ekan. Bu qurol menga juda ham yoqdi. Wow, lekin endi boshqalarni ham tekshirib ko'rish kerak-ku baribir. Qo'limda ajoyib turar ekan mana bu oltin. Bu orolga juda ham mos tushar ekan, lekin menga juda ham yoqyapti bu qurol. Men shu qurolni doim ishlatgan bo'lardim. Boshqa qurollarni ham ishlatib ko'ramiz. Buni lekin lazermi? Men juda lazerlarni yaxshi ko'raman. Bu ham menga juda qurol ham menga juda yoqdi. O'sh baliqlarni yo'q qilamiz. Suvni ham qaynata olmaydi hattoki. Bloklarni sindira olmayapti. Bloklarni sindirganda menimcha eng zo'r qurol shu bo'lardi. Ming afsus bloklarni sindira olmas ekan, lekin menga juda ham yoqyapti do'stlar. Yana qo'lda juda chiroyli ko'rinar ekan. Endi yana boshqa qurollarni ham tekshiramiz. Bu snaypermi bu? Bu snayper shekilli. Qanchalik yaqinlashtirar ekan, lekin unchalik qiziq emas. Shartda boshqasiga o'tamiz. Bu raketa otsa, hozir raketa otdimi? Wow. Raketa juda uzoqqa otar ekan. Bu bloklarni aniq sindirsa kerak-a? Bam! Mana senga. Shunaqa bo'ladi men bilan o'ynashish. Bunisi aniq kuchliroq. Hech narsa qolmadi. Lekin bu lucky bloklarni sindirib bo'lmaskan hattoki. Keling, bu qurolni ham tekshirib ko'raylik. Bu ham juda chiroyli ko'rinyapti va qanday otar ekan? Nima qildi u? Qandaydir yashil narsachalar, yana o'zi yo'q bo'lar ekan. Ajoyib, shilimshiq. Juda ham kuchli bo'lsa kerak. Wow, kattasida ham olar ekan. Bu qurol menga yoqdi, to'g'risini aytsam. Juda qiziqarli ekan. Yashil dumaloqchalar otar ekan. Endi boshqa qurollarni ham tekshirib ko'raylik. Bu yerda yana bitta yashil qurol bor. Wow, bunisi ancha kuchliroq shekilli. Buni kuchaytirib otsa ham bo'ladimi? Ol bo'lmasa, bu butun sayyorani yo'q qilib yuborishga kuchi yetsa kerak do'stlar. Mayli endi. Boshqa narsalarni ham tekshirib ko'raylikchi. Bombani oxirida portlatamiz aytganimdek kutib turinglar. Yana qarang qanday ajoyib ko'z o'ynaklar topdim. Zo'r turibdimi? Bu yerda yana bittasi bor edi. O'shanisini ham taqib ko'raychi. Bunisi qanday turdi? Nima deysiz? Menimcha boyagisi zo'rroq edi-yo. Menga ko'z o'ynaklari yaxshiroq turgandi menimcha. Yaxshisi o'shalarni taqib olaman. Allaqachon qorong'i ham tushib qopti. Uyga endi qanday qaytishni bilish kerak. Xo'sh, ortiqcha narsalarni tashlab yuboray. Mana bu ikkitani esa o'zim bilan olaman. Hali tekshirib ko'rganim yo'q. Menimcha bo'ldi shu. Bu yerda hattoki yondirgich ham bor ekan. Bombani bemalol yoqa olamiz endi. Suv aynan chanqab ketgandim. Ozgina cho'lach. Namcha bemaza bo'lmasa bu sho'r suvmidi nima? Bekor ichdim. Mayli. Bu yerda yana qandaydir idishlar. Bu nima bu? Men bilmayman bu nimalik. Omad idishlari. Nima bo'lishi mumkin? Bu hozir otib ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Wow, yaxshi ham o'zimga otmadim. Yo'qsa o'ylardim shekilli. Yaxshi bularni otmayman. Negadir yoqmayapti bularni otish, omadsizroq shekilli. Undan ko'ra mana bu ikkita qurolni ishlatib ko'raman. Bomba, sen esa video oxirigacha kutib tur. Birinchi buni otamiz. Bu qanaqadir bomba otyaptimi? Juda zo'r portlar ekan. Menga juda ham yoqdi. Qani bu yoqroqqa otib ko'ramiz. Qaytib uchyaptimi? Qiziq, bu qurollarning hammasi Borolga qanday kelib qolgan ekan? Borolni o'zi qanday paydo bo'lgan? Agar sizda bironta fikr bo'lsa, yozib qoldiring. Bu bombani ham ishlatib ko'ramiz. Qani 1, 2, 3, otdik. Bu boyagina kichkinarog'idek, bir martalik. Uncha yoqmadi. Mayli endi. Nima ham qilardik. Endi esa hamma kutgani bombani portlatamiz. Portlatib, qoch, hozir portlaydi. Qochdik. Suvga tushib olaman. Chaqmoqlar. Bu chaqmoq chaqiradigan bomba ekan. Ustidan bilsa bo'lardi. Xo'sh, bu orol juda ham qiziqarli ekan. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosing